Davomida 2 marta xato qilganman. Nima deysizmi? Birinchisi operatsiya stoliga yotib, uyimdagilarni xavotirga qo'yganman. Ikkinchisi adamiy operatsiya qildirmoqchi bo'lganman. Agar mana shu hozirgi aqlim va hozirgi mana shu doktor Shermatovni taniganimda bu ishlarni qilmagan bo'lardim va adamni ham qo'limdan kelgancha qazoga qadar, endi buni ko'pchilik kommentariyada so'kib tashlashi mumkin. Adamni ham operatsiyaga yuragi ko'tara olmaydi deb operatsiyaga majburlab o'sha hattoki yuragiga stent qo'ydirishgacha borganmiz. Bitta narsani ustiga ikkita operatsiya qildirishga majbur bo'lganmiz, lekin qildirmaganmiz. Yuragi ko'tarmaydi deb turib. Adam o'zi ham qarshilik qilgan. Agar o'sha paytda doktor Shermatovni tanib, doktor Shermatovdan bunaqa shifo topishligini bilganimda, adamni o'sha paytda operatsiyalarsiz, dori-darmonsiz va ukollarsiz, hech narsasiz sog'ligini qaytarsak bo'lishligini, ya'ni odamni ichida doktor borligini, ichki doktorni uyg'otganimizda bunaqa natijalar, bunaqa darajada bo'lmas edi. Ya'ni siz ham men qilgan xatoni qilmasligingiz uchun albatta siz doktor Shermatovga obuna bo'lib, doktor Shermatovning davosidan foydalaninglar. Operatsiyasiz, dori-darmonsiz, har xil fake narsalarga ishonmasdan mana shu kuzatib borsanglar, o'shani shu uy sharoitida ham, oddiy holatda ham o'zingizni salomatligingizni oyoqqa turg'izsangiz va ichki shifokorni uyg'otsangiz bo'ladiganini isbotlab bergan doktor Shermatov sizlarga tavsiya qila olaman. Nimaga? Bu yerda hech qanaqa reklama yo'q, hech narsa nima qilmayapman. Chunki men o'zim mana operatsiyadan keyin ham 2 yil davomida mana 12 kilo semirdim. Menga og'irlik qildi va oyoqlarim og'rish boshladi. Undan keyin bu operatsiya ham yechilmas ekanda, to'g'rirog'i. Men bu doktor Shermatovga kelganimdan keyin, tuzalganimdan keyin onamlar ham kechagina 3 kun davomida keldi, ko'rdi, onamlarni o'zlaridan ham otziv oldim. Qanaqa o'zi desam, onam aytayaptiki, to'g'risi bu videodan keyin doktorlar meni yomon ko'rishligi aniq, doktorlarga yoqmasligi aniq. Chunki doktorlar faqat operatsiya qilamiz, kesamiz, bu qilamiz, bu qilamiz. Onam aytayaptiki, men narxozni ko'tara olmayman o'g'lim. Meni yoshimda narxoz ko'tara olmayman. Operatsiyani ko'tara olmayman. Qil tegsa menga sahrim bitish qiyin bo'ladi deyapti-da. Hozir sahrini ham, yuragini ham, o'zini ham qo'pol qo'yayotganda ayol jinskiy tomonlarini ham hozir 3 kun ichida natijaga chiqqandan keyin men bu videoni qilishga o'zimga qaror qildim. Chunki nimaga faqat dorilar, darmonlar yokida operatsiyaga yokida faqat sog'in sigir qiladigan nima deydi, qo'sh tirnoq ichidagi doktorlar pul shilish bo'lsa bo'ldi, bo'lgan bo'lib qoldi. Yo'q, mana tabiiy yo'l bilan davolasa bo'lar ekan-ku, insonni davolasa bo'lar ekan-ku. Faqat million sarflamasdan, million operatsiya stoliga yotqizmasdan, narkoz qilmasdan ham insonni ichki doktorini uyg'otib, odamni ichida ichki doktori bo'lar ekan. Buni isbotlab chiqqan ekan doktor Shermatov. Va buni ichki doktorini uyg'otib, odamni o'zini immunitetini ko'tarib, o'zini o'zi davolash yo'liga solib berdi. Mana 3 kun ichida natijaga ko'rgandan keyin onamlar bizga o'xshab qiynalib yurganlar, bizga o'xshab oxiriga yeta olmayotgan, faqat dori-darmonga o'rganib qolgan, 15 yillab ukol, dori-darmon, faqat doktor yurgan, yura olmayotgan odamlar, avariyadan keyin holati to'xtab qolgan odamlarni ham yurg'izib yuborayotgan, gapira olmayotganni gapirtirayotgan, farzand bo'la olmayotganlar farzandli bo'lib ketayotgan, semiz odamlarni ozdirayotgan, hamma kasalliklar bo'yicha davo topgan insonlarda odzivini ko'rib, mana shu videoni tayyorladim. To'g'risi, bu yerda hech qanaqa, men to'g'risini aytaman, Alloh guvoh, bironta reklamasiga pul olayotganim yo'qman, reklama qilayotganim yo'qman. Tavsiya qilyapmanki, nimaga odamlar qachongacha quruqdan quruqqa pul sarflaydi deyapman. O'shaning uchun mana shu videoni ko'ryapsizlarmi? Albatta doktor Shermatov topinglar, YouTube kanalidanmi, mana Instagramdanmi, yo'q, qo'limdan kelgancha qilaman. Mana shu videolarni ko'rsanglar, albatta kelinglar-da, ko'ringlar, konsultatsiyasini ko'ringlar, muolajalarni ko'ringlar. Agar shifo Allohdan, bular sababchi bo'lib qoladi. Bular sizga sabab bo'la olmaydigan bo'lsa, men gapim yolg'on bo'ladigan bo'lsa, men sizga 100 talik keltirib beraman. Men sizga onamlarni ham misol uchun davolanganlarini va o'zimni ham mana kun davomida yaxshilanayotganim, oyog'im og'riyotganidan yaxshi bo'layotganimni, faqat dori-darmon emas bu hayotda, yokida apteka, operatsiya emas, mana shunaqa yo'llar borligini ko'rib, Qoraqalpog'istondan kelyapti. Surxondaryoda ochgan ekan birinchi, hozir Toshkentdagi filialiga bizga keldi.
Qoraqalpog'istondan Surxondaryoga borar ekan. Qo'qondan, Farg'onadan, Marg'ilondan, Namangandan, Andijondan Surxondaryoga borib davolanayotganlar bo'lgan ekan. Endi hozir Toshkentni ochgani ko'pchilikka o'rta sentr bo'ldi. Hamma shu Toshkentga kelib, yotib davolanayotganlarni ham ko'ryapman. Endi natijani ko'rib shundoq aytyapti-da, ko'zim pir 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 qilardi, yuragim tez urardi deyapti. Yurak kasallik stent qo'yaman deb turgan odamlar bo'lgan ekan. Pochkasida tosh borlari bor ekan, buyragida tosh borlari bor ekan. Xullas, har xil kasalliklarni ko'ryapman. Shu yerda yotganlarni ham ko'ryapman, suhbatda o'tkazyapman. Nima kasallik bilan keldingiz? Qanaqa, natijasi qanaqa deyapman? Ko'ryapmanki, natijasi %95%, %100% yaxshi bo'layotganlarni, %90% yaxshi bo'layotganlarni ko'rib, %80 bo'layotganlarni ham ko'ryapmiz. Qanaqa ular nima deydi? Bo'larmikin deyapti-da, ishonmasdan kelib turib, yana kelib turib bo'larmikin deyapti-da. Bo'ladi 100% deb onamdan so'radim-da, qanaqa bo'ladi deb. Bo'ladi 100%, baniyat shifo deb turib, o'sha berayotgan malhamini narsasini ko'rdim. Bu tabib emas, yoki 12 yillik o'qigan doktor, 20 yillik tajribaga ega doktor. Misol uchun o'zini o'qigan, dissertatsiyalarini oqlagan doktor bu kishi. Doktor bo'lsa ham doktor boshqacha yo'nalishda o'zini metodida davolab, insonlarni qaytadan 18 yoshlik holatiga qaytarib qo'yayotgan doktor. Xullas, bemalol men o'zimga ravo ko'rgan sizlarga tavsiya qilyapmanmi? Bemalol kelinglar bu doktorga. Doktor Shermatov topinglar. Men nomerlarini qo'ldan kelgancha yozib qoldiryapman. O'sha yozib qoldigan nomerga call centerga telefon qilsanglar, xudo xolasa, bemalol yozilib kelsanglar, Toshkentdagi filialiga kelasizlarmi? Farg'onada ham bitta shogirdlari bor ekan, Surxondaryoda o'zlarining joylari bor ekan. Men ozgina semirib qoldim. Hozir to'g'irlayapti mana. Men yana to'g'irlab, mana 12 kilo semirib ketdim. Bu operatsiya yechim bo'lmaydi. Baribir ozganingizdan keyin yana semirish bor. Lekin bularda natijaga erishganingizdan keyin sizni nima deydi, kontrolga olib qo'yadi, sizni polni kuzatadi va nima yeb, nima ichib, hamma narsangizni hayotingizni ham to'g'irlab berar ekan-da. Hayotingizda mana stressga tushib qolasiz. Aytdim-ku, ana yuragini urib, ko'zlari pitirlab qolgan odamlarni ham aytyaptiki, 3 kunda 3 kilo ozdim. Iyice normaga tushdim deyapti. Onamlar ham aytyapti, 3 kunda 3 kilo ozdim. Qanaqasiga deyapman? Ichingiz ketyaptimi desam, yo'q, endi normalniy ketyapti. Qanaqasiga? 25 metr oshqozonni, 25 metr ichaklarni ichida shlaklar, mana necha yillar yashab turibsiz, hammasi chiqib ketmaydi. Lekin ichakdagi hamma shlak, pilak, tosh-posh, musur-pusur axlatlarni hammasini chiqarib tashlaydigan metodda davolab, birinchi hamma tanani davolab olar ekanda, ichki doktorni ishga solgandan keyin, ichki shifokorni ishga solgandan keyin, ichki shifokoringiz o'zingizni davolab berar ekan. Xullas, albatta o'tib ko'ringlar, sizlarga tavsiya qilaman. Salomat bo'lasizlar.